Assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa fara ishlarimiz davom etyapti. Bugina mana ikkita fara olib kelishgan karnival fara. Ja urinib ketmabdi-yu, bir tevarida shishalarda dog'lari bor ekan. Bularni ham xudo xolasa chiroyli qilib ketkizib, yarki qilib chiroyli qilib ishlovlarni berib qo'yamiz xudo xolasa. Ichishlarida shinalar bor ekan. Bularni zo'r qilib ketkizib turib, chiroyli qilib yarki qilib bitkazib beramiz xudo xolasa bu ekan. Ishlarni ham xudo xolasa bitgan holatlarini ham video davomida qo'yaman. Akalar, xudo xolasa mana faralarni ham bitkazib oldik. Chiroyli bo'lib chiqdi inshaalloh. Biz buni sarg'aygan nimalarni ishqab turib lak sepamiz. Oldin lak sepilardi, so'ng o'zimizdan sep berganmiz. Juda issiqda u xunuk bo'lib ketadi. Quyoshda issiqda farani yonishida, lampochkasini issig'i bilan xunuk holatga kelib ketadi. Boshida zo'r chiqadi lak sepsa-yu, keyin uzoq yurmaydi bu. Shuning uchun biz lak sepmasdan shishani o'zini ma'lum bir qavatini olib tashlab, chiroyli qilib mana zavodskiy shishasini o'ziga chiroyli qilib ishlov berib qo'yapmiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa akalar, pastga raqamlarga qoldirib qo'yapman. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Ishlarni chiroyli qilib zo'r qilib beramiz, xohlasa qo'ldan kelgancha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.